Salom do'stlar, sizlar bilan Komo PUBG kanali. Bugungi rolikda sizlar bilan qanday qilib PUBG Mobile'da to'g'ri sozlashni ko'rishamiz. Buning uchun PUBG Mobile ilovasiga kirib olamiz. Qani let's go. Ketdik. Xo'sh akalar, mana biz PUBG Mobile ilovasiga kirib oldik. Birinchi o'rinda qilayotgan ishimiz bu nastroykadan nastroykaga o'tib hozir men yuqori grafikada turibdi. Birinchi bo'lib betdan pingni to'g'rilab olish kerak, chunki ping ancha masalani qiladi. Boshqaruv bo'limi. Bu yerda doim yoniq va nishon yoniq. Chunki nima desam bo'ladi? Bu qanaqa nastroyka? Chapdagi otish tugmasi va o'ngdagi. Chapdagini yo'qotib qo'yamiz, o'ngdagi yasi. Bu karyakka bosib tursangiz, pristelga olib qo'yib yuborsangiz o'tadi. Buni tegini qilsangiz o'zlaring yaxshi. Bu nishonga olish rejimi ushlab turish qilsangiz juda yaxshi. Chunki bu ko'pincha TDM'chilarga pik qilishda oson bo'ladi. Adisa vaqtida yo'q, kerak emas. Aynalish. Keyin bu yerda grafikaga o'tib olamiz. Eng muhimi bu grafika. Moslashtirishga bo'yasa super ravonga o'tib ultra xatar emas, ekstremal. Qaranglar, ko'ringlar bu yerda. 2x buni o'chirasizlar. Lobbini o'chirasizlar, yumshoqqa qo'yasizlar. Yorug'lik darajasini full. Chunki yorug'lik ancha muhim. Keyin bu yerda lobbiga kirib ravon, xo'p, ravonga qo'yib qo'yasizlar hammasini. Tugmalarida bu yerda nimasi qiyin? Короче, nima bo'ladi bu yerda? 3-tugmada, mana 3-tugmada. Ekranda bunni yarimi. Uni ekranda o'ng tarafi sizga nima bo'ladi? Ekranda o'ng tarafi sizga ekranda kamerani qimirlatishga kerak bo'ladi. Chap tarafi esa o'chanlik. Giroskop ham muhim. Keyin nishon effektlarini hammasini qizil qilib chiqadi. Liboyni qizil, yumshoq, qizil. Bo'ldi akalar, keyin bu yerda tortgan narsalaringni o'chirib tashlanglar. O'z sizlarga kerakmas narsalarni o'chirib tashlanglar. Bu operativga xotirani yeb qo'yadi akalar, telefonni qattirishga ko'p olib keladi lekin. Keyin bu yerda nimani yoqasizlar deymi? Sozlamalarga kerak. Bu yerda hamma maxfiylik axborotga, ijtimoiy kirib, til va axborotga kirib, tarmoqqa kirib super ravon yoniqdi. Hamma yoqyapti, o'lcha unaqa deyapti, optimizatsiya. Bu optimizatsiya emas, bu telefonni qattirib beradi, o'chiringlar akalar buni. Bu optimizatsiya hech bo'la emas, bu telefonni qattirib beradi xolos. Telefonni yaxshi ishlatib berish uchun hamma narsani telefonga shunga qaratadi. Shu akalar video shundan iborat edi. Agar video yoqqan bo'lsa, kanalga like va podpiskani bosib qo'yinglar. Pastda silka qoldiraman. Telegram kanaliga obuna bo'lib qo'yinglar. Sog' bo'lasizlar akalar.